Mumkinmi? O'zi shunaqa kutirish yaxshi ko'rishadi bular. Yaxshimsiz, boshliq o'zi degan. Qayerga ketyapsan? Hujjatlarga imzo chektirishim kerak, tuz zararlidi. Kutib tur, men ham kutib turibman. Bular shunaqa kutirish yaxshi ko'rishadi. Imzo qo'yib yuboring, yuklar chiqib ketish kerak edi. Bo'ldi. Uzr, Nurullo kuttirib qo'ydim. Endi boshliqlarga kutirish bizga kutish yarashaveradi. Noto'g'ri tushunyapsiz. Oilam telefon qilib qoldi, uka. Oila bizda ham bor. Plus 3 ta bolasi bilan. Ishda qilish kerak edi. Oilani emas. Tushunmagan odam ekansiz. Uka, mana sog' bo'ling, yuklarni chiqarib oling vaqtida. Bu hayot charxpalak. Ertaga siz o'rningizda men o'rnimda siz bo'lib qolishingiz mumkin. Shunda eshik tagida qanday kutirishni ko'rsatib qo'yaman. Menga qara, amalparas. Odamlar eshiging tagida kutishini xohlasang, hojatxonadan chiqma. Senga qara. Hojatxonadan chiqma. O'rtoq, yaxshimisan? Assalomu alaykum. Salomatmisan? Seni ham qo'rqitib yubordimi? Qo'rqitib yubording-a? Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Nima mashinani biron joyini urib oldingmi yoki? Yo'q, hammasi yaxshi. Sinov keldi, biz. Nima deganing bu? Qanaqa sinov keldi boshingga? Shamjonga tegdi. Zerikdi mashina. Unaqa dema, hali sen ko'p ishlashing kerak. Mana menga ayt. Men seni qalqoningman. Doim men seni oldinga turaman. Umuman tashlab ketmayman. Rahmat do'stim, doim oldimda bo'lganing uchun. Kim ekan? Javob berib qo'yaver, oshna. Umuman keraksiz odamlar. Muhimi sen menga keraksan, oshna. Alloh rozi bo'lsin, do'stim. Yana qayta qilyapti. Javob berib qo'y, bir zarur ishi bordir. Hozir, a? Alo, menimcha telefoningni olmaysan, qayerdasan? Hamma saytda oldi edim, tinchlikmidi? Ehtiyot bo'l, ketishdan bo'shatilibdi. Nima? Kim aytdi senga? Teshik quloq eshitadi-da, hozir eshitdim. Bittanda shaltag'i bo'lsa, seni ham tortib ketmasin, ehtiyot bo'l. Boshimga sinov tushib qoldi aytuvdi. Значит, shu ekanda, ha? Rahmat oshna. Sog' bo'l. Tinchlikmi, Nurullo? Ha, tinchlik. Abbosning yo'lda o'chib qolib shekilli, mashinasini tortish kerak ekan. Endi vaziyat shunaqa bo'lib qoldi-da. Mayli, do'stim, aloqadamiz, ha? Uzr olma, telefonlashamiz. Alloh. Abbosxon, Alo, Nurullo, men ozgina noto'g'ri tushunibman. Mirsayat tumandan bo'shatilib, vazirlikka o'tkazilibdi. nima? Bo'pti, gaplashamiz yana. Ko'tarilib ketibdi u ham. Xo'p. Rahmat. Do'stim, men qaytdim. Abbosxon muammosini o'zi hal qilsin. Nima bo'lsa ham men seni oldingdaman. Nurullo, bu hayot Nuh alayhissalomning kemasiga o'xshaydi. Unda ozgina insonlar va sanoqsiz hayvonlar yashaydi.